Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Bir kuni qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. So'nggi modda ko'rshapalak nafasi. Ana, xo'sh. Mana tayyor bo'ldi, Bezbet. Sehrli ko'zgu tayyor. Uni o'rmonga qo'ysam, hech bir smurf o'z aksidan ko'z uzolmay qoladi. Unga qaraganlar mening asirimga aylanadi. Ishlayapti. Yaqinda hamma smurflar meniki bo'ladi. Bezbet, ahmoq mushuk, nega qaraysan? Axir bu smurflar uchun-ku. Faqatgina smurflar uchun. Juda soz. Ko'zguni o'rmonga qo'yamiz. Esingizda tursin. Hisoblar emas, qanday o'ynashingiz muhim. Qani, to'pni ushla! To'pni ushla! Qo'la qol! Ha, yana! Menga ochar! Ko'rinishimga gap yo'q. To'pni ushla! Hay, to'p meniki. Ko'zguni sindirmang. Bu sovg'a senga. To'pni ushla. Meni ko'zguyim. To'pni o'tkazib yuborganingga Landorni jamoasi yutdi. Menga nima? Boshqa futbol o'ynamayman. Unda jo'na bu yerdan olifta. Ajoyib. Bu yer juda maftunkor. Makkor smurflar bu gal qo'lga tushadi. Hozir esa Bezbet ko'zguga kirib ularni kutamiz. Tushunding? Tezroq bo'l. Ko'zguni sindirishdi-ya. Ko'ramiz hali. Bu qanaqa ko'zgu ekan? Ayni men uchun ekanmi? Qoyil. Smurf tuzoqqa ilindi. Menga o'xshagan smurf ekanmi? Bu qanday joy bo'ldi? Sehrli ko'zguyimga tushib qolding, kichkina jirkanch smurf. Gargamel! O'sha smurf o'zim ekanman-da. Qo'yib yubor meni, ahmoq afsungar. Jin ursin.
Juda soz, bu meni birinchi smurfim. Voy. Yo'q, hozir emas, Bezbet. Avval boshqalarni ham tutib olaylik. Ular juda inoq. Bittasini izlab kelishganida hammasi dasturxonimga tushadi. Keyin taqqos tushiramiz. Jadu qilish qoidasi qayerda edi-ya? Ha, mana ekan. Sehr yaxshi natija berishi uchun uni tinch sharoitda amalga oshirmoq lozim. Uyim doim tinch bo'ladi-ku. Otasmur! Otasmur! Nima bo'ldi? Smurfetta, ishlayotganimda xalal bermagin deb necha marotaba aytganman senga. Bu nimasi? Otasmur! Olifda kecha kunduz o'rmonga ketganicha tuni bilan qaytmadi. To'g'ri aytasan. Uni topish kerak, ha? Sürpriz! Ota Smurf buyrug'ini tinglang. Buyruqlarni yomon ko'raman. Diqqat, diqqat. Barcha Smurflar, shoshilinch kengash uchun Ota Smurf uyiga yig'iling. Smurflar, Olifda kecha uyga qaytmadi. U biror muammoga duch kelgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Smurfetta, Landavor va Bilahon uni izlashga jo'nashadi. Qolganlar esa men bilan boradi. Kerak bo'lsa, o'rmonni har bir santimetrini tekshirib chiqamiz. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun. Oq yo'l! Omadingizni bersin. Omon qayting. Xo'sh, bir chimdim qora kukun qo'shamiz. Endi pashsha qanotlarini aralashtiramiz. Ishing bo'lmasin, tuzukroq aralashtir, xo'pmi? Dedi xushbo'ya, jajji Smurfcham. Asosiy siravo, yangi ushlangan Smurfni qo'shsak, yanada xushbo'y bo'ladi. Jahlimni chiqarma, yaramas jirkanch Smurfcha. Ortimizga qaytsak bo'lardi. Hademay qorong'i tushadi. Ota Smurf xavotir oladi. Olifdani topmagunimizcha ortga qaytmaymiz. Ha, to'g'ri. Lekin Ota Smurf doim aytadilar-ki, Qaranglar, pastda nimadir bor. ha, ko'ryapman. Bu ko'zgu ekan. Qayerdan kelib qoldi? Bilmayman. Lekin Olifda bu yerda bo'lgan. Qara. To'xta, Landavor, shoshilma. Qayerga g'oyib bo'ldi? Landavor! Ishonchim komil, Olifdan ham ko'zgu yutib yuborgan. Ularni qutqarishimiz kerak. Yo'q, boshqa kimdir qahramonlik ko'rsataversin. Men haligi yordam beringlar. Landavor, qayerdasan? Aytmayman, meni topib olishadi. Yur, Landavor, Olifdan ham topishimiz kerak. Qaranglar, biz tomonga dahshatli daraxtlar kelyapti. Tezroq qochish kerak. Bu haligi bu garga. Naqadar shirin va mazali. Ana Olifda ularni ko'ryapman. Ha. Boshqa Smurflarni ham sezyapman. Bezbet tayyorlan. Bezbet. Qochmoqchimiding, ha? Voy! Bezbet!
Qochib qoling, smurflar! La'nati. Omadimiz chopmayapti. Bezbet, ahmoq mushuk, boshimdan tush. O'zi sochim yo'q. Bezbet, yaramas, noshud mushuk. Bezbet, tezroq bo'l, ketib qolishadi. Chiqish yo'li ana bu yerda. Ha, tezroq o'sha tomonga yuguringlar, tezroq! Yo'q, Landovur, u yerdan chiqa olmaymiz. Xo'sh, bugun smurf sho'rva icharkanmiz-da. Bezbet. Nari tur, Bezbet. Ularning adabini o'zim beraman. Juda soz. Smurflar va nihoyat ularni topdik. Qaranglar. Ota smurf, qochinglar, u yerda Gargamel bor. Smurflar, qayerdasiz? Qayyer emas, smurflar. Smurflar, smurflar. Qayerga ketishdi? Qochib qolishdimi? Sehrli ko'zguim ham sildi. Endi uni tuzatib bo'lmaydi. Smurflarni yomon ko'raman, yomon ko'raman. Rahmat, rahmat. Olifta, bu sovg'a senga. Uyga qaytganingdan juda xursandmiz. Voy, mengami? Naqadar ajoyib, rahmat. Yangi ko'zgu. Rahmat, Qazilkash, rahmat. Yo'q, men bunaqa tasqara emasman. Yo'q.